Qizlarjonlar-yu, otni yegan ot minar, to'nni yegan to'n kiyar deganlaridek hadeb terlab, qo'ltig'inglarni sasitib, jezdaran sepsanglar, oppoq kiyiminglarda sap-sarg'i bo'lib dog'ini qoldirmasa, mana shunaqa maykachalarimizdan olib qolinglar. M, L, XL razmerlaridan bor. Qo'ltig'inglar terlaganda kiyiminglar rangini o'zgartirmaydi, любой kiyim bilan kiysanglar bo'ladi. Ayniqsa o'qishda, ishda oppoq koftada yuradiganlar qo'ltig'inglarni sarg'aytirmasdan, oppoq koftani sap-sariq qilib yana yangi kofta olib o'tirmasdan, shu maykachalardan olmasanglar mazza qilib kiyib yurasizlar. Ha aytgancha, однотонный kiyim bilan to'ylarga kiyib borsanglar ham bo'ladi. O'shanda bitinglar to'kilgungacha mazza qilib o'ynasanglar ham, однотонный kiyim rangi o'zgarib, terlaganingiz bilinib qolmaydi. Materiali setkali, streyt, sutilib, titilib ketmaydi. Ayniqsa qo'ltiq sohasi juda ham mustahkam qilib ishlangan, kiyganda juda ham qulay turadi. Chiqadilarga xalaqdan bermaydi, qichitmaydi ham, juda ham qulay va ixcham bo'lib turadi.